Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan barpo etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi ekspozitsiyasini boyitish maqsadida olimlar va mutaxassislar tomonidan 800 dan ortiq loyihalar ishlab chiqilgan. Ushbu loyihalar orqali O'zbekistonning boy ilmiy va madaniy merosini keng jamoatchilikka tanishtirish ko'zda tutilgan. Islom sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan buyuk mutafakkirlar, ulamolar va olimlarning hayoti va ilmiy faoliyatini yoritishga qaratilgan hujjatli videoroliklar loyihasi shular jumlasidandir. Ta'kidlash joiz, ushbu videoroliklarda xalqaro darajadagi mashhur aktyorlar va san'atkorlar, jumladan Gollivud hamda Yevropa kinoyulduzlari narrator va boshlovchi sifatida ishtirok etishi rejalashtirilgan. Ushbu rolikning o'ziga xos jihatlaridan biri shundan iboratki, boshlovchi narrator ko'rinishida xalqaro miqyosdagi bir dunyo yulduzlari, Gollivud yulduzlari, Yevropa yulduzlari kabi aktyorlarni jalb etish rejaga kiritilgan. Sababi mana shunday insonlarning loyihada ishtiroki albatta mana shu roliklarni tomosha qilgan auditoriyaning soniga keskin ko'payishiga o'zini ta'sir o'tkaza oladi deb ishonamiz. Va hozirgi kunda birinchi 10talik bo'yicha mashhur kinoyulduz Ben Kingsley bilan muzokaralar olib borish jarayonidamiz va umid qilamanki, mana shu yaqin hafta ichida muzokaralarimiz yakuniga yetib, mana shu roliklarimizni boshlovchi obrazda mana shunday bir ajoyib yetuk iste'dod sohiblarini ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. Mazkur loyiha doirasida jami 30 ta hujjatli film ishlab chiqarilishi mo'ljallangan. Markazda o'tkazilgan ilmiy kengash yig'ilishida ulardan biri buyuk alloma Xorazmiy ilmiy merosiga bag'ishlangan qisqa metrajli videorolik taqdim etildi.